ummati Muhammadiyani hozirgi kunda mana shu O'rta Osiyo xalqlarini kim va nima holatga kelganligini, qanday holatga kelganini bilmoqchi bo'lsalar, YouTube'ga kiringlar. Ikkita masxaravozni qo'yib qo'ygan videosi millionlagan prosmotr yig'yapti. Bir oyga yetmasdan haqni bayon qiladigan ustozlar, Allohni tanitadigan, payg'ambarga muhabbatni uyg'otadigan ma'ruzalar qilgan ustozlarning ma'ruzalari 50 ming ham prosmotr yig'a olmayapti. Falon jamoatning konserti bor, bir haftada 7 million prosmotr. Ummatning ahvoli qanaqa ekanligini bilmoqchimisizlar? Ummatning ahvoli shunaqa. Bu nima degani? Biz qayoqqa qarab ketayotganimizni ko'rsatyapti degani. O'tirib olib, Allohumma a'izzal islom val muslimin, Parvardigor islom va musulmonlarni aziz qilgin, duo qilyapmiz, ahvolimizni qaranglar. Hozir sizni qanaqa odam ekanligingizni bilib olishning oson yo'li bor. Telefonda olasiz, TikTokmidi, Shortsmidi, YouTube ochasiz, istoriya prosmotringizni ochamiz, kimligingiz tayinda, nimalarga qiziqib, nimalar ko'rayotganligingizni telefoningizda aytib turibdi. Shunga qarab turib, hayotingizga baho beravering. Alloh bilan bo'layotgan munosabatingiz, dinga bo'lgan, taqvoga bo'lgan intilishingiz shunga qarab baho beravering.